ochiq tanlov e'lon qilingan. Tanlovda 43 nafar nomzod ariza topshirgan. Saralash bosqichidan o'tganda 10 nafar malaka talabiga mos bo'lib testga yo'naltirilgan. Shundan 8 nafar testdan o'tgan. Biz ularga suhbat belgilaganmiz. Shu jarayonda yana 2 nafar rad etibdi o'zlari boshqa ishga kirgani sababli. Shunda 6 ta qolgan edi. Biz 6 kishini suhbatga chaqirganmiz. Shu suhbatga chaqirilganlardan hozircha 3 kishi kelgan, bittasi yo'ldaman dedi, shu vaqt ketmasin deb biz 10:30 deb belgilagan edik. Shu uchun boshlaymiz. Xo'p, hozirgi demak birinchi nomzodimiz takrorlayman gapimizni. Demak, bizda kuzatuvchi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi Qashqadaryo viloyat filiali inspektori Rasulov O'lmas To'raqulovich ishtirok etyaptilar. Komissiya raisi Qurbonov Nizom Azizovich. Demak, birinchi nomzodimiz Quvvatov Islomjon Barot o'g'li. Quvvatov Islomjon Barot o'g'li 62.5 ball bilan suhbat bosqichiga, testdan o'tib suhbat bosqichiga yetib kelganlar. Ular hozirgi kunda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi Qashqadaryo viloyati boshqarmasida inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan ekanlar. Quvvatov Islomjon Barot o'g'li chaqirib uni elektron mehnat daftarchasidan bir nusxa beriladi. Bu buyrug'idan mehnat shartnomasi bekor qilinganligi to'g'risidagi buyrug'idan bir nusxa berish orqali rasmiylashtiriladi. Xodimlarning shaxsga doir ma'lumotlarini saqlash, ulardan foydalanish, ularning tartibi qanday deyilgan? Xodimlarning shaxsga doir ma'lumotlarini saqlash bu ish beruvchini kadrlar bo'limi nazoratda bo'ladi va xodimlarning shaxsiy doir ma'lumotlarini faqatgina uning roziligi bilan uchinchi shaxsga berilishi mumkin.
ish vaqtidan tashqari ish va uning davomiyligi haqida aytib bering deyilgan. Ish kunlariga 8 soatdan 6 kunlik ish kuniga 7 soatdan ko'p bo'lishi mumkin emas. Ish vaqtidan tashqari ishga jalb qilinganligi uchun xodimlarga qo'shimcha ustamalar, qo'shimcha haq to'lanadi. Ish vaqtidan tashqari uning davomiyligi yiliga 120 soatdan oshib ketmasligi kerak. Keyin 5-savol dam olish vaqti tushunchasi va turlari haqida aytib o'ting deyilgan. Dam olish vaqti xodimni lavozim yo'riqnomasi va mehnat shartnomasida ko'rsatilgan vaqtdan qolgan vaqti xodimni dam olish vaqti hisoblanadi. Boya aytib o'tgandek, uni dam olish vaqtida qo'shimcha vazifa, qo'shimcha ishga jalb qilish, unga qo'shimcha haq to'lash va uni albatta roziligi bilan bo'ladi. Demak, komissiya a'zolarida qanaqadir savollar bormi? Bu nima bo'yicha? Boshqa to'ldirishdan o'tdinglar? Savol bersanglar, agar mabodo kamchilik bo'lsa to'ldirib ketamiz. Balki hayajon bo'lib, savollar bo'lsa. turib gapirsam mayli, har o'tirib. 2024-yil 5-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 111 qaror qabul qilingan. Davlat tibbiy sug'urta mexanizmini joriy qilish. Aksariyat muassasalarning shu bo'yicha ishlayapti. Mana shu davlat tibbiy sug'urta. Mana shu davlat tibbiy sug'urta mexanizmini joriy etish bilan tibbiyot muassasalari rahbarlariga vakolat berilgan. Uni adashmasam davlat sug'urta staji haqida ma'lumot olib, uni yarim metrni dasturga adashmasam kiritish shunaqa bo'lishi kerak. Bu qarorni davlat sug'urta mexanizmini joriy qilish bilan tibbiyot muassasasi rahbariga muassasani quvvatdan kelib chiqib, bo'linmalarda ixtisoslashuvini, davo o'rinlari sonini o'zgartirishni, keyin byudjetdan ajratilgan mablag'lar doirasida xodimlar sonini ish haqiga, ish hajmiga qarab muvofiqlashtirish vakolat berilgan. Yagona mehnat tizimi bor. Yarim metr elektron hozir mehnat shartnomasini yarim metrda dastur orqali elektron tarzda mehnat shartnoma imzolash imkoniyatini beradi va shuningdek qog'oz mehnat daftarchasidan voz kechish. Ya'ni hozir elektron tartibda bo'ladi. Bu xodim bilan mehnat shartnomasi tuzilganda, agar muddatli tuzilgan bo'lsa muddatli, bo'lmasa mehnat shartnomasini xodim bilan tuzilib bo'ladigan mehnat shartnomasini elektron tartibda olib boriladi. Uni bekor qilish asoslari ko'rsatiladi va bekor qilinganda uni xodimni mehnat elektron shakllanadi. Bu ortiqcha ovoragarchilik nimadan yarim metrga byurolarni registratsiya qilish 13 kunda muddatda kiritilishi kerak. Misol uchun 13 kun. Mehnat shartnoma tuzildi, 13 kunda 10 kun muddatda kiritilgan bo'lishi kerak. Bekor qilinganda ham. bekor qilinganda Mana tizimga kiritish va chiqarishda 10 kunlik muhlat berilgan. Kadrlar misol uchun sakrashiniya bo'lgan bo'lishi mumkin. Kadrlar bo'limi vazifa yuklamasi ko'payib ketganda 10 kun muddatda tizimdan chiqarish kerak yoki tizimga kiritish kerak.
ichki o'rindoshlikda mana misol uchun deylik, tashkilotning buxgalteri, bosh buxgalteri dekretga chiqib ketadigan bo'lsa, uni yordamchi buxgalterda uni o'tkazib tashkilotda ishlab turibsiz. Sizga qo'shimcha ish beriladi. Shuni ish qilib tushunadimi? tashqi o'rindoshlik ish beruvchisi boshlash tashkilot rahbari bilan tashkilotga qo'shimcha ish. Hozir shuni dedim. Yo'q, buxgalter mana dekretga ketdi deyapman. Yordamchi buxgalterga bosh buxgalter vazifasi yuklanadi. Yuklanishdan yuklanish emas, yuklanish emas. Yuklanish bir amaliy vazifani vaqtincha yuklatish deyapmiz. Nurbek. Komissiya a'zolariga savollaringiz yo'qmi? Ha, rahmat ishtirokingiz uchun. Sizga shaxsiy kabinetingiz orqali beriladi. Komissiya a'zolarida boshqa savollar yo'q. Rahmat. Ishtirokingiz uchun. Ha, rahmat. Keyingi nomzodimiz Bahriyeva Sitora Odilovna. Sitora Odilovna 1988-yilda Kasbi tumanida tug'ilganlar. Qarshi davlat texnika universitetini tamomlaganlar. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha ma'lumotlari. Bu yoqda yozishi bo'yicha Sitora 62.5 ball bilan keling. Assalomu alaykum. Test bosqichidan o'tganlar. Hozirgi vaqtda ish joyingiz haqida ma'lumot yo'lda yo'q. Qashqadaryo viloyat kelajak markazida inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassis. Demak, Sitora savollarimiz biletlar, bilet olib tayyorlanib, bemalol tayyor savolingizga javob berishingiz mumkin. Vaqtingiz bemalol tayyorlanib turibdi. Televizyonga ma'lumotlar to'g'ri bersa bo'lishi. Bor keling yozishga. Ma'lumot beradi. Birinchi savol, davlat fuqarolik xizmatchisining huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish qay tartibda amalga oshiriladi? Huquqiy himoya qilinishi o'sha huquqlari buzilganda 2023-yil tasdiqlangan davlat xizmatchisi to'g'risidagi qaror bo'yicha manimcha bu savollar huquqiy o'sha nima deydi? Noqonuniy bo'shatilsa shunaqa tartibda yordam beriladi. O'sha tashkilot yurist tomonidan himoya qilinadi. Ijtimoiy jihatdan himoya qilish kasal mehnatga layoqatsiz paytida ko'rsatiladigan yordamlar. Agar javob bera olsangiz, tushuntirib Odob axloq komissiyasining asosiy vazifa va funksiyalari deganda o'sha har bitta tashkilotda odob axloq komissiyalari tuziladi. Kamida shu 5 kishidan iborat edi adashmasam. Bularning vazifalari o'sha davlat xizmatchilarini odob axloq qoidalariga rioya qilinishi, ishda, ish joyida, jamoat joyida o'zini tutishi,
shularni nazorat qilish, davlat xizmatchilari tomonidan odob axloq qoidalarining buzilishi bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish tartibini tushuntiring. Bu o'sha odob axloq qoidalari buzilganda shu odob axloq komissiyasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Davlat dasturi haqida lekin nimam yo'q. Ma'lumotim yo'q. Ikkinchi korrupsiya nima? Korrupsiyaviy huquqbuzarlik va korrupsiyaviy jinoyatlar deganda nimani tushunasiz? Shu korrupsiya bitta manfaatni ko'zlab xizmatdan o'sha xizmat vazifasidan foydalanish. Korrupsiyaviy huquqbuzarliklar moddiy manfaatni ko'zlab nima deydi? Xizmat vazifasidan foydalanib ish amalga oshirish. Buyurun, Sitora. Komissiya a'zolarida savollar bormi? Birinchi nima asosda yuboriladi? Xizmat safariga yuborish. Bundan keyin xizmat safari muddatini kim belgilaydi? Xizmat safariga buyruq asosida o'sha tashkilot rahbarining buyrug'i asosida yuboriladi. Bitta o'sha nima deydi, ma'lum bir tadbirni ko'zlab shu buyruq chiqarilgandan keyin xizmat safari guvohnomasi bilan tashkilotdan chiqib ketadi. Xizmat safarining muddati 15 ish kunimida deymanda, oshmasa adashmagan bo'lsam. Uzluksiz. Asos bo'ladi. Xizmat safari bo'lmas beriladi. Xizmat safari muddatini tashkilot rahbari belgilaydi. Xizmat safari muddati yo'ldagi vaqtda navbat bo'lmagan holda kalendar kundan To'g'risini aytaman, men shu kadr bo'lib ishlashni 4 oy oldin boshladim. Bizani tashkilotda hali YMMT bo'yicha birorta ish bo'lgani yo'q. Chunki yangi tashkil bo'lgan tashkilot bo'lgani uchun YMMTga o'sha kirishdi, xodimni joylashdi, ishga qabul qilishdi, ishdan bo'shatish tartibini bilaman, u lekin mukammal bilmayman. Eng kam 3 oy. Yangi ishga qabul qilinayotganlar beriladi, faqatgina institutni yangi tugatgan, shu yilgi bitiruvchilarga, keyin imtiyozi borlarga nima sinov muddati berilmaydi. 3 oydan 6 oygacha. 6 oyga Rahmat. Komissiya a'zolariga savollaringiz bormi? yo'q. Rahmat ishtirokingiz uchun sizga shaxsiy taklifingizga xabar yuboriladi. Rahmat sizga. Behruz degan yigit ketdilar. Keldilar. Keyingi nomzodimiz
Mahronov Behruz Anvar o'g'li 1992-yilda Koson tumanida tug'ilganlar. Toshkent davlat universitetini, Qarshi davlat texnika universitetini bitirganlar. Magistratura bakalavr bo'yicha hozir Sorbonne universitetida inson resurslarini boshqarish iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha assalomu alaykum o'qiyaptilar. Marhamat, bexoslik savollarimiz bilet shaklida olib tayyor bo'lganingizda javob berishni boshlashingiz mumkin. Demak, Behruz bizda test ballari 65 ball. Nechinchi bilet? 6-bilet. 6-bilet. Evet. Bo'ladi. Hazır. Bilan. Uchinchi savol. Sog' bo'ling. Xodim hamda ish beruvchi huquqlari va muomala layoqati qachon paydo bo'ladi? Bu xodim hamda ish beruvchi tashkilot o'rtasida mehnat shartnomasi tuziladi. Mehnat shartnomasi bunda ish beruvchining tashkilot korxonani majburiyatlari, ish haqisi, ichki qonun qoidalari hamda ichki byuroga asosida qachonki xodim shartnoma qilsa, o'shanda muomala layoqati paydo bo'ladi. 5-savol. Ishdagi tanaffuslar hamda dam olish kunlari haqida tushuncha bering. Ishdagi tanaffuslar belgilangan tushlik vaqtlari, endi tushuncham bo'yicha o'zim uchun aytib o'taman. Ishdagi tanaffus deganda mana shu tushlik vaqti, dam olish kunlari bu ish beruvchi shartnomasiga keltirilgan dam kunlari aytib o'tiladi bunga. Bu yerda yana birinchi savol, ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha komissiyalar haqida aytib bering. Ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha komissiyalar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bunda ijtimoiy mehnatda faoliyat yuritadigan xodimlar, bular masalan kimlar desak, 3 yoshgacha farzand to'lmaganlar, nogironi bor bo'lgan shaxslar, ya'ni pensiya yoshidagilar, qariyalar, ya'ni
Yo'q, ikkinchi savol qo'yapti. Mehnat ko'rsak qonunchilikni amal qilish sohasi haqida aytib o'ting deyilgan. Bunda yangi mehnat qonunchiligi bo'yicha yangi qonunlar kiritilgani haqida aytib o'tilgan. Bunda ochiqni aytsam ham mehnat qonunchiligida yangi nimasini tanishib qolganim yo'q. İkinci savol yuzasidan. Agar belirtdagi savollarni ko'rsatsangiz so'raymiz. Marhamat, savollar bersin. Muhtaram Prezident, Yunusdan karar çıkan davlat tibbiy sug'urta mexanizmini joriy etish chora-tadbirlari. Shu davlat tibbiy sug'urta mexanizmi joriy etilgan muassasalarda ishlat me'yorlarini qanday o'zgartirish mumkin? Tubidan bu masala bo'yicha, qarorlar bo'yicha ochiqni aytsam o'qib ko'rgan nimam yo'q, o'qib ko'rganim yo'q o'zim. Endi soham endi iqtisod bo'lgani uchun ochiq aytaman, kadrlikka ishlamaganman-da. Imkon qadar mana shu HR bo'yicha shu talabalikda olgan bilimlarim shular bor. Qonun qarorlar bo'yicha ochiqni aytsam kirib o'rganishga imkoniyat bo'lgani yo'q-da. Yo'q, o'rganish kerak, to'g'ri. Tasdiqlangan shtatlar me'yorlari tavsiya xarakteriga ega hisoblanadi. 2025 yil 1-iyuldan boshlab mehnat haq to'lash alohida tizim joriy etiladi. Ravshan Samanbek. Intizomiy jazo berilgan xodimga muddatdan oldin olish mumkin. Qachon? 6 oy, 1 yilgacha. Endi muddatdan oldin olishi u bayram arafasi bo'lsa, tashkilot rahbari yuqori turuvchi organlarga xat qilib, masalan, tuman miqyosida bo'lsa, viloyatda xat bilan chiqiladi, shu bayram munosabati bilan ya bir yaxshi o'zini o'zlashtirib, yaxshi ish ko'rsatgan xodim bo'lsa, shu hayfsan bo'ladimi, jazo bo'ladimi, shuni yechib berishlarini so'rab iltimos qiladi. Shunday, olib tashlash mumkin. Marhamat, yana kimda savol? Savollar yo'qmi? Bekor qilish tartibi. Bunda xodim bekor qilish tartibi o'z xohishi bilan ariza yozsa, o'z xohishi bilan ishdan bo'shashlik to'g'risida o'z ma'lumot yozma shaklda ma'lumot taqdim etsa, shunda bekor qilishimiz mumkin. Yana intizomiy jazosi bo'lsa, misol uchun, masalan, bir taraflama bo'shatish mumkin bo'lishi mumkin. Hayfsani bo'lsa, ichki qonun qoida bo'ysunmasa, olgan hayfsanlari shu nima deydi, me'yordan ortiq bo'lsa, shunga loyiq topilsa xodim rahbariyatga aytib eshittirib, bir tomonlama bo'shatish ham mumkin. O'z xohishi bilan xodimni o'zi bo'shashi ham mumkin. Shunda mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin.
Savollar bormi? Komissiya a'zolariga savollaringiz, e'tiroz, maslahat? E'tiroz yo'qda bir iltimos deydimi, bir iltimosimiz bor, agar sud desanglar. Endi kamchiligimiz bor. Men ochig'i o'zim kadriy sohaga ishlamaganman. Agar imkoniyat bersalaringiz, shu halollik, shaffoflik, shu tizimni nimaki bazaviy ishlash bo'lsa, yaxshi olib ishlar ketishga ko'zim yetadi. Imkoniyat qilib bersalaringiz nasib bo'lsa, agar ishonch hosil qilsalaringiz, ishonchlaringizni oqlashim mumkin. Gapim shu. Rahmat sizga. Sizga shaxsiy kabinetingizga xabar yuboriladi. Behruzbek, ishtirokingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, charchamang. Keyingi nomzodimiz Allayarova Laziza O'tkirovna 1986 yilda Qo'qon tumanida tug'ilganlar. Qarshi demak shu ikkita mutaxassislik avvaliy meditsina nomidagi jamoat salomatlik texnikumi и ikkinchi bakalavr mutaxassislar O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini jurnalistika fakultetini bitirganlar mutaxassisliklar bo'yicha. Demak, Laziza Allayarova 62.5 ball bilan test bosqichidan o'tganlar. Marhamat, biletlar. Beshinchi bilet. Birinchi bilet. Birinchi savol, mehnat kodeksida nazarda tutilgan xodimning huquq va majburiyatlari haqida aytib bering. Mehnat kodeksining 235-moddasida xodimning mehnat huquqi va majburiyatlari keltirilgan. Unga ko'ra xodim o'zini lavozim yo'riqnomasiga mos ish ijtimoiy sherikchilikning bitta ko'rinishi hisoblanadi. Uchinchi savol, xodimlarni ommaviy ravishda ishdan bo'shatish chog'idagi kafolatlar. Xodimlarni ommaviy ravishda ishdan bo'shatish bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Uning turlari ham bor. 20 dan masalan tashkilot, muassasa, tuzilmaning xodimlarni ishdan bo'shatishning sabablari avvalo tashkilot, muassasa, tuzilmaning tugatilishi sabab bo'lishi mumkin yoki qisqarishi sabab bo'lishi mumkin yoki mehnat munosabatlarining o'zgarishi sabab bo'lishi mumkin. Shu uchta asosda yoki bankrot deb e'lon qilinsa ham xodimlarni ommaviy ravishda ishdan bo'shatishga
sabab bo'ladi. Xodimlarni ommaviy ishdan bo'shatish tartibi quyidagilar. Avvalo, xodimlarni 20 dan ortiq xodimlarni ishdan bo'shatish tartibi boshqacha bo'ladi. Ikkinchi usulda 30 kalendar kunda 50 dan ortiq 50 va undan ortiq xodimlarni ishdan bo'shatish, 60 kalendar kunda 100 va undan ortiq xodimlarni ishdan bo'shatish va 6 oy muddatda 500 va undan ortiq xodimlarni ishdan bo'shatish tartibi alohida belgilab ko'rsatib o'tilgan. Har qanday holatda ham xodimlarga avvalo 2 oylik ogohlantirish beriladi. Buni kasaba uyushma va mehnat inspeksiya bandlikni avvalo ish beruvchi ogohlantiradi. Shu sababdan, shu vajdan biz shuncha nafar xodimni ishdan bo'shatyapmiz degan bildirgi jo'natadi va xodimlarni normativ hujjatlarga asosan ishdan bo'shatish tartib qoidalariga amal qilgan holda bo'shatadi. 2 oylik va 3 oygacha bo'lgan kompensatsiya puli bilan ta'minlab berishga majbur ish beruvchi va mehnat organlari bilan birga o'ziga mos ish bilan ta'minlash shartlarini ham oladi. 4-savol, ishga qabul qilish chog'idagi tanishtirish tartib-taomili bo'yicha aytib bering. Xodimlarni ishdan tanishtirish tartib-taomili, ya'ni 2 xil bor. Hozir masalan davlat fuqarolik xizmatchisi vakansiya.uz.argos orqali bo'sh vakant o'rinlar bilan tanishadi. O'sha bo'sh vakant o'rinlarda xodimni o'zini ishini qiladigan malaka talablari, yo'riqnomalari, xizmat vazifalari batafsil keltirilgan bo'ladi. Mana shu ham davlat fuqarolik xizmatchisini o'zini ishini o'rni bilan tanishganlik hisoblanadi. Ikkinchi usul bu o'sha davlat fuqarolik xizmatchisi bo'lmagan oddiy xodim bilan ish beruvchi o'rtasida shartnoma asosida to'g'ridan to'g'ri tuzilganda vujudga keladi. Bunda o'sha mas'ul kadrlar bo'yicha yo xodimlar bo'yicha mas'ul o'sha xodimni, ishga olinayotgan xodimni uni vazifasi, ishi, yo'riqnomasi kabi hujjatlarga, jamoat shartnomasiga qo'l qo'ydirib, lavozim yo'riqnomalari bilan tanishtiradi. Mana shunda ham xodim o'zini funksional vazifalari bilan tanishgan hisoblanadi. 5-savol, xodimni boshqa ishga o'tkazish qay tartibda amalga oshiriladi? Xodimni boshqa ishga o'tkazish tartibi faqatgina uning roziligi bilan amalga oshiriladi. Bunda xodimni roziligi olingandan keyin xodim vaqtincha yoki doimiy boshqa ishga o'tkazilishi mumkin. Vaqtincha ishga o'tkazilganda xodim tanishtirilishi kerak. Qancha muddatga, qaysi sanadan va qaysi sanagacha o'sha vaqtincha ishga o'tayotgani va nima sababdan o'tayotganligini bilishi kerak va xodimni boyagi huquq va majburiyatlari ham ushbu lavozim bo'yicha tanishtirib o'tilishi kerak. Doimiy vaqtincha ishga o'tkazish tartibi xodim qachondan o'sha doimiy ish o'rnini o'zgartirishi haqida bilishi kerak va uning sog'lig'iga, holatiga ham bu ishni o'zgartirishi mos kelishi kerak. O'shandagina xodimni doimiy yoki vaqtincha ishga o'tkazish mumkin. Komissiyalarda savollar bormi? Jismoniy va yuridik shaxslar hujjatlari bor. Hujjatlardan yuridik, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi murojaatlari to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Murojaatlar 4 xil bo'ladi: yozma, elektron, og'zaki va anonim. Anonim murojaatlar odatda ko'rib chiqilmaydi. Qolgan murojaatlar hammasi bir xil kuchga ega bo'ladi. Murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Murojaatlar oddiy murojaat 15 ish kunida, o'rganish talab qilinadigan murojaatlar 30 ish kunida ko'rib chiqiladi. Lekin mansabdor shaxslar yoki tashkilot murojaatlarni o'sha murojaatchini
sog'lig'i, hayotiga tahdid soluvchi yoki uning ijtimoiy faoliyatiga salbiy ta'sir qiluvchi murojaatlar bo'lsa, darhol ko'rib chiqish chorasini ko'rishga majbur. Murojaatlar ko'rib chiqish ma'muriy va jinoyat kodeksi bo'yicha mansabdor yoki mansabdor shaxslar javobgarlikka tortilishi mumkin buzilgan holatda. Avvalo kadrlar bo'yicha mutaxassislar Word Excel dasturlarini yaxshi mukammal bilishi talab etiladi. Bundan tashqari hozirda HRM.uz, Argos.uz, keyin yagona mehnat milliy tizimi degan dasturlar bor. Asosiy shu uchta dasturlar bilan ishlaydi. Edo.uz tizimi ham bor, xatlar va murojaatlarni qabul qiladigan. Mehnat shartnomasi ikki xil muddatga, muayyan yoki nomuayyan muddatga tuziladi. Savollar yo'q. Komissiya a'zolariga rahmat, ishtirok etish uchun rahmatlarimizdan. Demak, bizda 6 ta o'lmaslik 6 kishi edi bizda. Shundan 4 kishi ishtirok etdi. 2 nafar nomzodimiz kelishmadi. Bugungi komissiya ishimiz mana shu 4 ta nomzodni suhbatdan o'tkazish edi. Agar komissiya raisi ruxsat bersalar, komissiya ishini yakunlaymiz. Demak, bugungi nomzodlar bilan suhbatlar yozib olindi. Savollar hammalaringiz javobini eshitdingiz. Muhokama qilmasdan har bittalari o'zlari transferlar orqali javob berdingiz. Qaysi nomzodga javob bersalaringiz, ma'qullasangiz, savollarni eshitdingiz. Nomzodlarni savollarni ko'rdingiz, hammasini hisobga olib. O'lmaslik bizga hech qanday savol yo'qmi? Mumkinmi? Ish yakunlasak bo'ladimi? Ulanganmi? Eshitmayapti. Komissiya ishini yakunlasak bo'ladimi? Bizda nomzodlar o'tib olishdi, e'tirozlar yo'qmi deb so'rayapmiz. Katta rahmat, hammaga rahmat. Shaxsiy kabinetlariga nomzodlarni suhbat ballarini qo'yib bersangiz.